Dilbar, yaxshi keldingizmi? Rahmat, Rozi yaxshi. bo'ldingizmi? Yo'q. Nega? Men aytdim-ku yo'q deb. Sizni rozi qiladigan bitta zo'r narsani bilaman. Yuring, bitta joyga olib boraman sizni. So'radikchi? Assalomu alaykum. Keling, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Men bo'lajak xotinimga ayvonli xonadonda uy sovg'a qilmoqchi edim. Chirchiq ayvonli xonadonlardan sizlarga zo'r taklifim bor. Yengil munosabati bilan sizlarga zo'r sovg'alar tayyorlab qo'ygan. Shu ko'rib turgan xonadoningizdan yengil aksiyasi uchun 5 ta 41 kvadratlisidan 5 million 100 dan qo'yilgan har bitta xonadon xarid qilgan xaridorlarimiz uchun shunaqa iPhone 17 ni sovg'a tariqasida beramiz. Qani ko'rmayapman uyingni, manalda o'zsin. Qani uying? Shu uymi? Uyimiz 7 qavatdan iborat bo'lib, 4 ta blok, 6 ta podyezddan iborat bo'ladi. Hozirda uyimizni 6-qavatini ham bitirib bo'ldik. Xudo xolasa 2026-yil iyun oyida qo'lingizga kalti topshiramiz. Kadastri dekabr oyida tayyor bo'ladi. Aka, hujjatlarda muammo yo'qmi? Hamma kerakli hujjatlarimiz bor. Bizning xonadonlarimizni naqdga va boshlang'ich to'lov bilan 24 oyga muddatli to'lovga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Dilbar, uy yoqdimi? Yoqdi. Unda men to'lovni qilib kelaman, rozi bo'lasizmi? Ungacha o'ylab ko'raman.